Ushbu rasmdagi g'azolik bola ovqat olishlik uchun xayriya oshxonasiga kelganida u joyda to'plangan juda ko'p odamlarni ko'rib, o'ziga ovqat yetmay qolishligidan qo'rqdi. U oilasiga bo'sh idish bilan qaytishligini va yeyishlikka hech narsa topolmasligini o'ylab, tushkunlikka va g'amga botib achchiq-achchiq yig'ladi. Biroq kimdir unga yordam berib, idishini to'ldirib bergach hamma narsa o'zgardi. Xuddi shu videoda kameraning nigohi unga yana tushganida bolakayning yuzi quvonch va mamnuniyatga to'la edi. Bir mahal ovqatlik bo'lishi uning qalbidagi chuqur qayg'uni beg'ubor shodlikka aylantirdi. Bolakayning birgina bir idish ovqat uchun achchiq yoshlardan tabassumga o'tishi G'azodagi haqiqatning naqadar shafqatsiz ekanligini ko'rsatadi. Bu yerda eng oddiy insoniy huquqlar bolalar uchun eng oliy maqsad bo'lib qolgan. Bu og'ir ocharchilikda bir mahal ovqatga erishish bu haqiqiy g'alabadir. Ko'rdingizmi aziz birodarim, sizni ehson qiladigan bir kosa ovqatingiz g'azoliklar uchun naqadar qadrli va naqadar muhimligini. Keling, qaytadan ularga umid bag'ish etaylik. Bizning yordamimiz ularning hayotlarini o'zgartirishi mumkin. Bugun hozirdan qo'lingizdan kelgan yordamni qiling. Mehr qo'lingizni cho'zing. Hech bo'lmaganda ushbu videoni boshqalarga tarqating. Zero yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir.